Siznikini ismi nima edi oyisi? Sumaya, ha. Hozir ko'ryapmiz-da, oyijonlar, bolajonlarni ozgina sariqligi qolgan 1 oylikdan oshganmiz. Bu bolajonimda ko'proq, unisida kamroq. Eng to'g'ri yo'l nima bilasizlarmi? Har xil dorilar ichiravermanglar. Bulardan avval kelgan bolajonimda o'sha xafito, yana nimadirlar ichirib, toshib ketgan narsa. Baribir ichadigan dorilardan unaqa effekt ko'ra olmaysizlar. O'shaning uchun umumiy rejim qilish kerak bolani. Ko'proq cho'miltirish kerak, sayr qildirish kerak, qo'l-oyoqlarini massaj qilish kerak, ko'proq emizish kerak. Mana shunaqa narsa. Keyin zarurat bo'lsa, qonda bilirubinni tekshirtirish kerak-da, o'shanga qarab sразу lampa qo'yish kerak. Vrach bilan, shu gepatolog bilan maslahatlashib. Unaqa dori berganinglar bilan bar foydasi bo'lmaydi. Meni eng quvontiradigan narsa nima bilasizlarmi? Mana shu homiladorlarimda etgan srokda, etgan kiloda bo'lishi. Jonim men.